Assalomu alaykum. Aziz aka-ukalar, mana yana bitta ishimiz bitkizdik terasga. Oq alyumin akfa. Chiroyli holatda chiqdi, oq aynak. Ustunlarni ham mana alkofon bilan urib berganmiz. Shunga qilib, и ruchkalari ham mana katta balkonning ruchkadan qo'yilgan. Chiroyli holatda chiqdi. Ko'rishingiz mumkin. Romlari ham mana plastik ruchkadan qo'yilgan. Ancha sifati zo'r akfani o'zi. Podokонник boshqalari bilan tashqari ustun achishkalari hammasi bo'lgan. Xudo xolasa chiroyli chiqdi. Tashqaridan bir ko'rinishini ko'rsataman. Kech bo'lishiga qaramay mana akamizga topshirdik. Bunning ustunlari alkofon bilan o'ralgan. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqarasizlar.